Assalomu alaykum aziz futbol ishqibozlari, futbolsevar do'stlar. Siz Futbol fanatlari kanaldasiz. Sizlar uchun eng qiziqarli futbol yangiliklaridan boxabar qilishda davom etamiz. Premyer Liga turnir jadvali. Arsenal zaxira o'yinida g'alabaga erishsa Manchester City bilan oradagi farq 8 taga yetadi. Bu albatta manchesterliklarga yoqmasligi aniq. Ko'rib turganingiz dunyodagi eng qimmat futbolchilar ro'yxati. Sizningcha berilgan summalarga futbolchilar arziydimi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bu ro'yxatda La Liga tarixidagi eng yirik hisoblar qayd etilgan. Nima deb o'ylaysiz? Boshqa kuchli chempionatlarda bunday yirik hisoblar qayd etilganmi? Bugun tunda bo'lib o'tadigan eng qiziqarli futbol o'yinlar ro'yxati. Marhamat. Kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.